Xo'sh, hurmatli obunachilar, hammaga xayrli kun, xayrli tong qaranglar. Yangi O'zbekiston bog'i. Bu tarafimizda esa Dinamo Kaltso. Xudo xohlasa sizlarga zo'r taklif, maxsus taklif bilan murojaatga chiqaman. Aynan shu videomiz sizga yoqadi. Kvartiraning narxiga 2 sotixlik uchastkacha sotuvga chiqadi, xudo xohlasa. Tayyor, kirasiz, mazza qilib yashaysiz. Yangi O'zbekiston bog'ini lokatsiya qilib kelsangiz bo'ladi. Bu tarafimiz 6-mikron, bu tarafimiz Dinamo Kaltso. Buxoro uy-joy kanalidan uzoqlashmang, aymasdan like bosib, yaqinlaringizga srochniy videomizni jo'natib qo'ying. Ana buni super skidga narxlayiladi. Kvartiraning narxiga uchastka taklif qilaman. 18 metrga 10 metr. Qurilish turi esa to'liq pishgan, g'ishdan bo'lgan, tepalari, shifrlari yopib qo'yilgan. Xonadonda o'rtacha qiladigan ishni o'zi yo'q. Kirasiz, mazza qilib yashaysiz. Kirganimizdan darvozaxona qismi juda ham katta va keng. TV zona tashkillashtirilgan, konditsionerli uстановка qilingan. Bu joyda bo'lyapti bizning kuxnyamiz. Kuxni naborli qo'yilgan, duv-konturni kotel uyimizni qizdirib beradi, radiatorlar qo'yilgan. Aynan shu uchastkamiz sizga narxi qiziq. Men narxini aytaman, siz aymasdan like bosib, Buxoro uy-joy kanaliga obuna bo'lasiz. Buni narxi bizning kanalda 65 ming dollar so'ralabdi. Yetmaganiga barter ham qilishingiz mumkin. Nima bilan barter qilamiz desangiz, kvartirangiz bo'lsa, yetmaganiga kvartira berib, qolganiga pul bersangiz ham bo'ladi jigar. Bunaqa taklif faqat Buxoro uy-joy kanalida bo'ladi. Ana bo'lyapti, sanuzulimiz aristonga qo'yilgan, to'liq kafil qilingan. Birinchi xonamiz. O yoqda 100% pol qilingan. Men o'ylayman, pulga arziydi deb o'ylayman. Manzil bo'ladi Buxoro shahar, Dinamo Kaltso, yangi O'zbekiston bog'i. Joyiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Xudo xohlasa juda ham chiroyli joylar bo'lib ketgan. Qo'ni qo'yishlar hammasi mavjud. Gaz, svit, suvdan vobshe muammo yo'q. Ana bo'ladi bizning zalimiz, zal razmeriga ahamiyat berasiz. O'ngga adashmasam 7 chiqadi. Menga yoqqan joyda qurilish turi, oynalari ham imzo oynalari qo'yilgan, 2 qavatli, yaxshi sifatli romlardan. 108 sotuvdan iborat uchastkamiz sotuvga chiqadi. Narxi 65 ming dollar, barakasiga o'tib beradilar. Barter xizmati ham mavjud, kvartira bilan. Har doimlik taklif bizdan, tanlovsizdan uchastka qilib yurgan sizga videomizni jo'natib qo'ysa, zero manfaatli bo'ladi. Ana buni super narx, super taklif deyiladi. Diqqat bilan eshitasiz. 110 ming dollar so'ralgan uchastkamiz 6 sotuvdan iborat, qurilish turi to'liq pishgan g'ishdan bo'lgan uchastkamizning narxi sindi. Shu kecha kunduzda uchastkamizning narxini 75 ming dollarga olib kelib qo'ydik. Ayamasdan like bosib, Buxoro uy-joy kanaliga obuna bo'ling. Naqd pul yoki ipoteka orqali ham xarid qilishingiz mumkin. Elektr montaj pol patologda qilingan. Yaxshi eshik derazalar qo'yilgan, ko'ryapsizlar. Gazdan, svitdan, suvdan hech qanaqa muammosi yo'q. Xudo xolasa, olgan odam baraka topadi. Vaqtiga 85 ming dollarga bermagan edilar. Pul zararligi uchun ana shu ahvolga keldi va shu ahvolga sotyaptilar. 75 ming dollar bo'lsa, beraman ukajon debdilar, yana barakasiga o'tib beradilar. Bu joyimizda podval qismini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, amnaqasiga qaraydigan bo'lsak, 18 metr uzunlikda podval usti to'liq plita qilingan. Bo'yini balandligi 2 metrdan ziyodroq, xudo xolasa. Ko'ryapsizlar, ana bu joyda mana ikkita xona tashkillashtirib qo'yibdilar. Spalniy qismimiz rushetkalar qo'yilgan, oynalari sifatli akvaplast romlardan qo'yib qo'yibdilar. Xo'sh, endi ikkinchi etajga chiqib olamiz nasib bo'lsa. Xo'p, ikkinchi etajga chiqqanimizda bizga amlaq atmosfera bo'lyapti. Akajon, mahallani to'liq tushuntiring, xalq aniq bilsin joyini. Lokatsiyani tushuntirib o'ting. Jondo'rstankadan kelishga, Zayniyev ko'chasi, Qutsiz mahalla. Eshitdinglar, Jondo'rstankadan kelaverishda Zayniyev ko'chasi, Qutsiz mahalla fuqarolar yig'ini deyaptilar. Narxi 75 ming dollar so'raladi, 110 mingdan shuncha arzonga tushib qo'yirdik. Nasib bo'lsa yana kelsalaring savdosi uchun o'tib beradigan joylari mavjud.